Siz xushxo'y degan qiz emasmi? Ovozinglar pek o'xshab ketadigan. Kuchali qizlarning talaffuzining hammasi o'xshamamdi. Meni so'roq tartib ketdingiz-ku. Yegan yulduz bo'lsam neyim bo'pti? Xushxo'y bo'lsam neyim bo'pti? Gapga ustlig'ini qarang. Aramizda nini taqdariya tursa, mehmon qiling degili bo'lamdi. Biz qanday qilay, da? Sizga desam, u qizni men taniyman. Biz nihoyat yaxshi do'stlardan. Lekin do'stimning mijozi bekli cho'z. Ko'nglayib o'ltirmaydi. Achchiqini keltirib qo'ysangiz sizni tillab o'ltirib qo'yamiki? Chataq yo'q. U qizning qo'lida o'lsam, armanim yo'q. Bahardek kunlarim barda bir chaqlar. Bahardek kunlarni sig'indim ajab. Shu sabab o'zimni tashlab etmedim. O'tsimu beshimdan talaylar qismat. Ko'p qismliq ovozliq asar Jodonda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. Birinci bab. Tordan boshlangan do'stlik. Birinci qismi. Kechkuzda daraxtda yagona yaproq, judunga parvosiz turdi ana. Sho'x shamol uningga barsimi zarba, qalbida parlaydi navbahayna. Sho'x shamol uningga barsimi zarba, qalbida parlaydi navbahayna. Tura, tara tura tura, tara tura tura, tara tura tura, tura, tara tura tura, tara tura tura, tara tura tura. Apa, men qaytib keldim. Ha, qizim, qaytib keldingmi? Bugungi tapovat qanday qaraq? Yanıla o'xsha suvdi yo'q. Orolli 60 ko'ydakli suvdi bo'ldi. Hanim bo'lsa, shunchalik bo'lsimi bo'pti. Ha, rost. Men degan og'riq to'xtatish dorisini olg'ash keldingmi? Ha, olg'ash keldim. Bayatdan texi dori qutisiga sap qo'ydim. Ha, yaxshi qipsan qizim. Faqatla uxlay olmay turatdim. Berib tamiqingni ye. Muzlab qolmasin. Ha, ma'qul. Hava naiti isib ketayotgan bo'lg'achqa, Mehribonning tamoqqa raso degandek ishtahasi bormadi. Shundaqdimi u og'rib qolmaslik uchun zo'rlabla tamoq yedi. Tamoqdan keyin u munchoq tushib, xayrila rohatlangandek bo'lib qoldi. U odati bo'yicha hujrasining eshigini ichidan taqab, deriza tekchisi yeniga atlikini yasab olgan kitobchasidan o'zi yengdilla o'qishni boshlagan Fransiya yozuvchisi Maupassantning Hayot nomli romanini qo'lga olib, karvatdagi yostiqqa yulanganicha piklab qo'ygan joyini avaylabqani ichib o'qishni boshladi. U yaqinning yoqi bu kitobdagi voqealarga bo'lakchilar qiziqib qolyotdi. Kitobda Jena ismli bir qizning hayotlik musofasi tunishtirilgan bo'lib, Mehribon asardagi Jena qizning muhabbat kechirmishining zodi qandoq bo'lganligiga bekrak qiziqish bilan kitob o'qishga ichkirilib kirib ketgan edi. U kitob o'qiyotgan shu asnoda tuyuqsiz uydagi telefon jiringladi. U telefonning yoniga berib, nomer ko'rsatkichga qarab turib qoldi. Chunki bu nomerni u asla bilmaydi. Bu nomer
118-96'dan başlanğan bir numar bolup, o qızğış ilkide telefonni qo'lga oldi. Telefonni qandaqdir bir odam ma'lum bir ish bilan urgan bo'lmasdan, ma'lum bir kishi uning uchun naqsh so'q qilgan edi. O esini bilib ta hozirgacha telefonlarda naqsh so'q qilsa bo'ldiganligini asla bilmaydi. Bundaq ishlarning borligini ham anglab baxmagan edi. Qarshi tarafning faqat telefon nomerini birli qitim eskartadigan bo'lg'achqa, o damalliqqa bu nomerning zodi qaysi kishining nomeri ekanligini ang'ira olmay qoldi. Shundaqdimi, o kelgan naqshidan behli hayajonlandi. Ichida bu noma'lum kishiga rahmatlarini aytib kulimsirginicha naqshining mo'ng'liq kuylaridan huzurlandi. Yonfondan Yulduz Cho'lpon degan naqshining muhabbatli kuylari yangrayotdi. Bu yillarda u asosan degidek turponliq naqshchi Akram Niyoz hamda talantliq naqshchi Abdulla Abdurahimning naqshlaridan bekrak anglaydi. Lekin bu yangicha qo'sh ovozliq muhabbatlik naqshini tunji qatam anglab, behli hayajonlanib ketdi. Til bilan ifodagisiz darajadagi xushallik bilan u naqshini anglab tugatdi. Naqshi oxirlashib, anglag'iningizga rahmat debla telefon avtomatik uzilib ketdi. Naqshi oxirlashib, telefon uzilib ketgan bo'lsa-mu, lekin xeyli bir chaqqicha telefon uning qo'lidan tushmadi. Onun qalbi naqshining muhabbatli kuylaridan taralgan hayajondan masxush bo'lib ketgan edi. O ana shu masxushlikdan kitob o'qiyotganligini unutib qoldi. O bu naqshini o'ziga talab qilgan kishini o'zicha paras qilib chiqdi, lekin zodla topolmadi. Balkim biror tunishi yoki biror do'sti yoki savoqdoshlardan birasi sovg'a qildimikin deb o'yladi. Lekin uning telefon nomerini ko'p qism savoqdoshlari o'qmaydi. Bu zodi qandaq ishdi? O mushlarni o'ylab, atisi do'konga borgan fursatda telegraf zaliga berib surishti qilib baxmoqchi bo'ldi. Mehribon kichkidan boshlabla intayin aqalliq bir qiz edi. Toki boshlang'ich maktabdan tortib to'liqsiz o'rta maktabni bitirguncha 3 ta yaxshi a'lochilikni qo'ldan bermay o'qidi. O kitob o'qishni to'liq yaxshi ko'radi. Naqsh aytib usul o'ynashqimi alohida havasi bor edi. Keyincha tirishib o'qib, o'qituvchi yoki san'atchi bo'lish orzularimi yuragida bor edi. Afsuski, oila sharoiti tufayli uning yuqori o'rlab o'qishiga fursat bo'lmadi. Uning qalbida yuqori o'rlab o'qiy olmaslikka nisbatan cho'nqur o'kinish bo'lsa-mu, ammo uydagilarni qiynab qo'yishni xohlamadi. Agar uning o'rnida boshqa bir qiz bo'lgan bo'lsa, oila sharoitining qandoqli bo'lishi bilan hisoblashmay, cho'qim jadal qilib yurib, yuqori o'rlab o'qigan bo'lar edi. Undaq bo'lmaganda, o qizlarni maktabdan chekingan hamon to'y qilish taqdiri tezlik kutib oladi. Ammo Mehribon undaq o'ylamaydi. Chunki o amdala 17 yoshga kirgan qiz. Ayni chaqda Mehribonning yuqori o'rlab o'qiy olmaganiga uydagilarning behla ko'ngli yerimidi. Mehribon qizning bunchola o'g'liq qiz ekanligidan suyungan uydagilari kuz faslida paxtalarning setilishi bilanla yezi bozordan uningga bir do'kon ijara elib ichib bergan edi. Gerçi dastlabki chaqlarda savdo behli yurishib ketgan bo'lsa-mu, ammo bara-bara atrofda do'konlarning ko'payishi bilan savdoning ahvoli bara-bara suslashga boshladi. Lekin nachora. Mayli savdo oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, hamon turmushning g'amini qilmay bo'lmaydi. Qachon do'kon ichildi, ana shu chaqdan boshlab do'konning oylik foydasi oilaning turmush xarajatlaridan xeyli kengri echinib, oylanma mablag' barg'ansiri ko'paydi. Do'konga soladigan mollarning hammasini Noya bozordan haftada bir qatim keladigan to'p mol savdogarlari ta'minlaydi. O atsi saharlab aldirab nashtilik qilibla 2 chaqliq toksikiltini minib yezi bozorga yurib ketdi.
Ularning uyi bilan yezi bozorining orliqi xeyli bor edi. O kundalik odati bo'yicha do'konga kelibla do'konni tozalashga boshladi. Deriza aynaklarni sotib yetib, tuyuqsizla tunugin uningga yetib kelgan naqshini yodiga oldi. Darhol telegraf tijorat zaliga kirib, tunuginki naqshini zodi kimning so'qiganligini surishti qilib bakmoqchi bo'ldi. O tijorat zaliga kirganda 40 yoshlar chomisidagi bir xizmatchi xodim ishlayotdi. Onun ta'liga bugun tijorat zalida xizmatchi xodimdan boshqa biror odam ko'rinmaydi. Xizmatchi xodim qo'lidagi mashg'ulotni tugatib, "Qandoq ishingiz bor?" degan ma'noda uningga qaragandala, ondan o xizmatchi xodimga eg'iz ochdi. Tunugun telefonimga mau nomerdan biraylan manga naqsh talab qilgan. Kim ekanligini bilolmay qoldim. Tekshirib bergil bo'lamdi. Bu mandaq ish. Yaqinda Jungo Telegraf va Xinjiang Telegrafchilik shirkatimiz keng dehqon chorvachi do'stlarni uchurlardan unumli foydalanib, baldurroq xalq savak yetsin degan umidda dehqonlar shotligi degan nomda mulozimat liniyasi ta'sis qilgan. Bu nomerdan boshlangan barliq nomerlar dehqonlar shotligi degan birla liniyaga bog'liqliq. Oylik bahosi faqat 3 yuan. Bu liniyaga kirib do'stlashqili, do'stlaringizga xohlagancha naqsh talab qilg'ili bo'ladi. Çayxonaga kirib, har qaysi joylardagi do'stlar bilan tanishib, do'stlashqili bo'ladi. Yana texe xat sanduqiga uchur qoldirib, qilmoqchi bo'lgan ishlarga osonlik yaratqili bo'ladi. Tijorat qiladigan bo'lgandan sizni ostila tashviqot qilish beramdikin degan umidda tunugunki naqshini mana men sizga sovg'a qilgan edim. Ha, mundadang naqshi bekli yoqimli ekan to'q. Rahmat sizga. Bekli huzurlandim da. Bu liniyada mod naqshlar xeyli bor o'xshamamdi. Bo'lmamdigan. Ichida 7-8 tumandan ortiq naqshi muzika bor-da. Bu vaqtda deb kelsam, gap bak ko'p. Sizga bu vaqtdagi tashviqot materialini beray. Do'konga chiqib, yaxshiroq ko'rib, mushu bo'yicha foydalansangiz bo'ladi. Ko'rib beqing, ha? Qanchalik ishlasak ko'tarilish haqi oylik 3 yuanmi? Ortiq haq chiqmamdi. Xotirjam bo'ling. Ortiq haq chiqmaydi. Faqat 3 yuanli haq qilindi. Ajib yaxshi. Amsi men hozirli bejarishni iltimos qilay. Sizlarni qo'llig'inim bo'lib qolsin. Ha, ma'qul. Hozirli ichib beray amsa. Sal saqlab turing, ha? Ha, hozir ichib, hozir ishlatkil bo'lamdi. Albatta, kichik saqlab turing, ha? Ha, endi bo'ldi. Hozirdan boshlab 118-96 dan boshlangan barliq kasblarning hammasi haqsiz. Yana siz bu mulozimatlarni 3 yuanga ko'tarib oldingiz. Hozir do'konga chiqib ishiltib sinab baqay. Endi to'rga chiqib, do'konda naqsh anglab, choyxonalarda zerikmaydigan bo'ldingiz-da. Shundoq bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Do'konda o'ltirib bek zerikib ketdim. Bo'ldi, men chiqay. Rahmat sizga. Mehribon, endi do'kondagi chig'larda qat'iy zerikmaydigan bo'ldi. Jungo Telegrafi Xinjiang Telegrafchilik shirkati yo'lga qo'ygan dehqonlar shotligi to'g'ri, uning necha vaqtdan buyangi zerikishlarini biraqla unuttirdi. O do'konda xaridorlar salla pasayib qolsalar, qo'liga telefonni olib to'rga chiqardi. Uyda ham do'konda telefon bo'lg'achqa, u endi zerikmaydi. Do'kondan qaytib kelgan chog'da uyda yana shu to'rga chiqib vaqt o'tkazadi. O dastlabki chog'larda to'rdagi naqsh muziklarni qong'ucha anglab chiqdi. Hamda o'ziga yoqqan yoqimli naqshlar uchirganda eng yaqin savoqdoshlarga ham do'stlarga sovg'a qildi. Ondan xat sanduqiga boshqa to'rdoshlarga o'xshash do'stlashish uchuri qoldirdi. Xat sanduqida Xinjiangning har qaysi joylaridan to'rdoshlar do'stlar bilan do'stlash istikining borligini aytib uchur qoldirishadi. Do'stlar, yaxshimisizlar? Do'stinglar xushxo'ydin hammanglarga o'tliq salom. Xat sanduqiga do'stlash uchurini qoldirgandan keyin bir necha nafar do'stimiz men bilan do'st bo'lish orzusining borligini aytib, menga telefon uchur qildi. Men bagla hayajonlandim, shodlandim. Do'stingdan biri ko'paysa, ko'z oldingda yana bir yangi dunyo namoyon bo'ladi debdikan. Do'stlar bilan bo'lgan do'stligimizning mangulik bo'lishini orzu qilaman. Kichikimdan naqshi musiqaga bak yirisman edim.
Asli manga yuqori o'rlash imkoniyati bo'lmay qoldi. Shundaqdimi, hech gap yo'q. Jamiyatdan iborat bu oliy maktabda to'rdoshlar bilan bilmaganni o'rganib, o'zaro hamdamda bo'lib, o'zaro yordamlashib, sirdishib o'tsakmi, naqadar yaxshi ha? Bo'ldi, ko'p gap qilib qo'ydim. Tuvanda bu kechida barliq do'stlarning kayfiyatining yaxshi bo'lishi uchun naqshini aytib bermoqchiman. Yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Yurakni jup qo'llab tutalam deb uyg'otib maylimni qilib zaysharat elib bo'p ko'nglimni shirinsiz bilan qoldirib ketdingu qalbimda hasrat va'dalar bor edi mangulik abad gullarmu bizlarga qiladi hasad va'dalar bor edi mangulik abad gullarmu bizlarga qiladi hasad amdi san mung'lunib göydürüp sürat yürügen sen amrığıyım gönlünni bezlap O yana choyxona va ikki kishilik so'zlashish ro'yiniga kirib, texmi ko'p do'stlar bilan fikr almashtiradigan bo'ldi. Tanışqan to'rdosh do'stlarning ko'payishiga ergishib, o'zining bilishlari ko'payib, nazar doirasi barg'ancha kengayotgandek his qildi. Mehribon bir kuni do'kondan baldirli qaytib keldi. O o'zini sal hordiq yetgandek his qildi-mu, uyga kelibla avval munchuq tushib yuyinib oldi. Ondan odati bo'yicha yarim soat atrofida kitob o'qidi. Uni behla mo'gdak besib ketgachga bir oz uxlab olay deb amdili ko'zi uyquga berishiga tuyuqsizla uydagi telefon jarangladi. O uyquchoq holatda berib nomerga qaramayla telefonni oldi. Telefonda bir yigitning to'limi muloyim ovozi anglandi. Voy, tinchlikmi? Tinchlikmi? Ha, men siz mehribongo deyman. Shundoq, men shu. Siz kim bo'lasiz? Taniyolmadim-ku sizni. To'rdagi xat sanduqiga do'stlashaylik deb nomeringizni qoldirib qo'yib ekansiz, shunga sizga telefon qilgan edim. Tanishib qolaylik. Mening ismim Arxon, o'zim Aqsu Avotdan. Ha, men Kuchadan. Ha, bilaman. Xat sanduqidagi she'rni o'zingiz yozganmi? Ha. Ha, deganimdek chiqdi-ku mana. Bak yaxshi yozibsiz. She'ringizdan do'stlikni bak qadrlaydiganligingiz chiqib turadi. Qaraganda kitob o'qishni bak yaxshi ko'radi ekansiz, ha? Ha, shundoq. Odatda gaz jurnallarni ko'proq o'qiyman. Yaxshiroq kitoblar uchrab qolsa, setib olib o'qiyman. Ha, rostilla yaxshi odatingiz bor ekan. Nima amal deysiz? Yuqorilab o'qiy olmadik. Shon kitobni bo'lsa-mu o'qimasak bo'lmas? Ha, deganingiz to'g'ri. Men-mu ba'zida kitob o'qiblik kun o'tkazaman. Ularning parangi ana shu tariqada yarim soatlargacha davomlashdi. Mehribon to'rdosh do'stlari ko'paygancha o'zini to'limi baxtli his qildi. Bara telefon uning kunlik turmushidan ayrilmaydigan hamrohiga aylandi. To'rdagi mezmonlar har haftada bir qatim yangilanib turadi. Dehqonlar shatligi telefon to'riga qatnashadiganlarning soni bargan sari ishib beryotdi. Mehribonning to'rga chiqishda tartiblik bir xil odati shakllandi. O avval xat sanduqiga chiqib, o'ziga qoldirilgan uchurlar bormi yo'q deb tekshirib chiqadi. Uchur qoldirganlarga javob qoldiradi. Ondan ko'p kishilik choyxonaga kirib, har qaysi joylardagi do'stlar bilan fikr almashtiradi. Bir kuni o saharlab to'rga chiqqaniga qaramay, choyxonada odam to'shib ketgan edi. Shuning bilan o ikki kishilik do'stlashish rayoniga kirishiga yana bir muloyim ovozli bir yigit uningga o'chirdi. Tinchlikmi? Siz kim bo'lsiz? O'zingiz kim o? Men ovoz so'raganda keyin siz javob bermamsiz. Qiziqligansiz. Men Aqsu Kuchadan yegani yulduz. Yegani yulduz? Unda emasdi. Unda emasdek turamdi? Men yegani yulduz shu.
Siz xushxo'y degan qiz emasmi? Ovozinglar bek o'xshab ketadi. Kuchaliqlarning talaffuzining hammasi o'xshamamdi. Ye, kirmayla, meni so'roq tortib ketdingiz-ku. Yegan yulduz bo'lsam neyim bo'pti? Xushxo'y bo'lsam neyim bo'pti? Voy, ochiqlangudek gap qilmadim-ku men. Ochiqingiz ajabmi yomonga? Bo'ldi, men mundaq so'rab qo'ydim. Mening ismim Nurali, o'zim Turpan Pichandan. Demakchi men xat sanduqida ovozi siznikiga o'xshaydigan xushxo'y ismli bir qiz do'stlash uchun qoldiribdi-ki. Ovozingiz, talaffuzingiz bekli o'xshaydi-ki. O qizga naqshinimi bek yaqinlik aytib qolmay, she'rlarni bek yaxshi yozdi-ki. Shuna bekli tunishib qolgan bor edi. Rastil yoqtirdingizmi? Albatta, buningga gap ketamdi. Bo'lmasa bu gaplarni sizga deb nima qilay? Sizlar bir yerdan bo'lgandan keyin tanishsanglar, meni tanishtirib qo'yasiz. Nima kulsiz? Zalq qo'tamsiz? Yo'q, unda emas. Navada o qizni sizga tanishtirib qo'ysam, menga qanday mukofot bersiz? Ha, ma'qul. Qani sizdan, siz nima desangiz shu? Ye, gapga ustlig'ini qarang. Aramizda nini taqdariya tursa, mehmon qiling degili bo'lamdi. Amiz qanday qilay, da? Sizga desam, o qizni men taniyman. Biz nihoyat yaxshi do'stlardan. Lekin do'stimning mijozi bekli cho'z. Ko'nglayib o'ltirmaydi. Ochiqini keltirib qo'ysangiz sizni tillab o'ltirib qo'yamiki? Chataq yo'q. O qizning qo'lida o'lsam, armanim yo'q. Qanday qilay bu gaplaringizga? Do'stimni tanishtirib qo'ysam, ko'nglingizni izhor qilmoqchimi? Oshiq bo'lgan o'xshamamsiz. Ha, men to'g'ri. Ularning parangi shu yerga kelganda tuyuqsizli o'zib ketdi. Mehribon chaqqonlik bilan yana to'rga qaytib kirdi. O, bayatinqi turponliq bolaning xushchaqchaq mijozini bekla yoqtirib qolgan edi. O, shuncha chaqqonlik bilan yakka do'stlashish rayoniga kirgan bo'lsa-mu, ammo turponliq bola uning zoti o'chirmadi. Uning ko'ngli shu qadar yerim bo'ldi. Xuddi eng muhim bir narsasini yutirib qo'ygandek, ko'ngli g'ashlikka bitib qoldi. Xuddi mehribonga o'xshashla, mushu daqiqada Turpan Pichandan Nur Alimu to'rga qayt chiqdi. Ammo umo mehribon qizni o'chirtolmay, rosa ochiqlandi. U amalsiz xat sanduqiga chiqib, mehribon qiz qoldirgan mazmunlarni rat angladi. To'r liniyasi haftada bir qatam yangilanib turadigan bo'lg'achqa, bir haftalik mazmunlar keyingi haftasi avtomatik o'chirilib ketadi. Shunlashqa Nur Ali ayni chog'da o qizning telefon nomerini yezib olmaganligiga yoki bayotinqi qizdan baldiroq so'rab olmaganiga ming bir pushaymonlarni qildi. O yan o'ylab, bu yan o'ylab, oxiri xat sanduqiga chiqib, mehribon qiz qoldirgan ovozli she'rga yondash qilib, javob o'rnida bir parcha she'r qoldirmoqchi bo'lib, qo'liga qalam oldi. Rollarga Maryamgul Xushxo'y, Yusufjon Abdurahmon, Abduquddus Mattursun, Valijon Eli qatorliqlar ovoz bergan.